35 mingga futbolkani oling, keyin to'yga boring. Ana shu holatingizni do'st dushmandan ajratib olsangiz bo'ladi. Krug nima? Anekdotchilar anekdot aytib o'tiraveradi. Krug nima? Kartoshim kartoyni o'tirib. Krug nima? Qorakani yoqib oladi. Funksiyasi ko'p. Militsiyadan qochib bilmayapti, ko'chaga bitta kelsa, shu tupik tursa, u yeding deydi-yu. Shu gapni ichilayni oxiriga kuzir bola, mazeni qochiraman sen deb qarab, bor ishingni qil deydi. Oling qo'lingizga abdastdan. Tikka turib yozilmayapti. Biz qo'ybasmiz tikka turib yozilgan. Bu chaqimchiydi, shuning uchun bu o'tda yonyapti dedilar. Mana unisi siyligidan saqlanmas edi. Shuning uchun azoblanyapti dedilar. Subutsiz bolalar bo'ladi. Agar g'ururingiz yo'q bo'lsa, o'g'il bolalik sha'ningiz yo'q bo'lsa, agar shu gapdan keyin ham ta'sir qilmasa, bilmayman siz kimsiz.